Hurmatli podpисчиклар. Ko'p kishi yozibdi, eringiz qani, eringiz bilan yashayapsizmi o'zida? Men erim bilan ajrashdim. Nima bo'ldi? Kamila Lola ajrashibdi dadasi. Tavba qildim, nima ekan deyman. Kim edi u? Meni sevimli blogerim-ku bu. Bekor bo'pti-da. Like bos, padishga qiyin. Voy, mana 10 marta like bosaman Lola. Voy jonkalarim, qo'chqorlarim ajrashgandan keyin uyga gullar to'lib ketdi. Ajrashib to'g'ri qilgan ekanman, pamoyman. Xotin. Papam. Ko'k piyoz bilan petrushka olib keldim, chizni qo'shib salat. Bari nari qarab gapiring, og'zingizdan chistoq hidi keladi bir. Shipshingiz yuving. Odamlar ajrashib gul olyapti. Bu esa menga ko'k piyoz ko'tarib kelgan. Shukr qil, menga qara. Nimangizga shukr qilaman? Tirik ko'zi ko'ti yamoqku. Qizlar ajrashgandan keyin shunaqa aktyor bomba bo'lib ketdi. Ana ho'kiz bilan yashaganda uchta ko'raydi istoriyamni. Hozircha 30 ta odam ko'rib o'tdi. Это вообще нереально. Men ham ajrashsammi-kana? Bu bilan yashayversam, aktivim tugul ahvotim ham ko'tarilmaydi. Uy. Tabriklasaylar bo'ladi. Ajrashgandan keyin o'zimni shaxsiy mashinamni oldim. Xotin? Popolarimni yuvmabsiz-ku? Nima deyapman? Parashok yo'q-ku. Mana bali parashok olib kelganman-ku. Nima qiladi u? Bu oq kiyimlarni oqartiradi, dog'larni ketkizadi, allergiya chaqirmaydi. 100% Germaniya xomashiyosida qilingan. Xotin hamma hozir reklama qilyapti-ku. Appini qaramani, xunukligini. O'zingiz tushundingizmi? Men ajrashaman siz bilan, yashamayman. Nimaga? Ana, ajrashgan qizlar mazza qilib yuribdi, gullar oladi, mashinalar oladi, mana bunaqa karusellarda uchadi, kumquk suvlarda cho'miladi. Ajrashamiz. Nimadir Lola, kim eding Lola? Kamil Lola. Ana blogerman, yeridan ajrashgan. Ayni qo'yaverasiz. Seni videolaring deb men xotinim bilan ajrashdim. Sen onu gullar olib, mashinalar olib yurarding-ku, nima qilyapsan bu yoqda? Hammasi yolg'on shuni yurasizmi? Pokazakh uchun edi u. Dadasi. Tavba qildim. Nima qilyapsiz siz bu yoqda? Siz ana ko'mko'k suvlarda cho'milmoqchi edingiz, karusellarda uchmoqchisiz, nima qilyapsiz? Mana Lologa ishonib aldanib qoldim-da. Men sizni shunday yaxshi ko'raman, og'zingiz tutib ketsa ham yaxshi ko'raveraman, yirtiq ishtonlaringizni ham yaxshi ko'raman, katta kallaringizni ham yaxshi ko'raman. Yarashaylik. Bizni sevgimiz boshqacha.